Bo'ldi, charchadim, bo'ldi, ishimni tugataman. Qanaqa qilib tashlab ketasiz? O'sha ishingiz yarmini chala qilib qoldirib ketasizmi? Bo'lgan ba'zi bir holatlarda sog'liq ko'tarilmaganda, umumiy qilib aytganda depressiyaga tushganimda yoki qaysidir bir ishim o'xshamaganda soham tarafidan bo'lgan shunaqa, bo'ldi, charchadim, bo'ldi, ishimni tugataman deb. Patsientlarim sabab bu kasbimni hech ham tashlay olmayman. Bu yoqdan yozishadi, javob bermasam telefon qilishadi, yo'q, ketmang, yo'q, javob bering deb. Rahmat, shu patsientlarim boriga shukr. Ularni talabi bilan shu sohada haligacha ishlab kelaman. Odam kimgadir kerakligini bilsa, o'sha kasbiga nisbatan baribir mehri davom etaveradi. Ya'ni baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bilasizki, o'sha odam sizga iltijo bilan qanaqadir najot izlab keladi. Qanaqa qilib tashlab ketasiz? O'sha ishingiz yarmini chala qilib qoldirib ketasizmi? O'sha narsani yana baribir harakat qilasiz, ishingizni, kasbingizni davom ettirishga. Hayotda davomida oq chiziq, qora chiziq bo'ladiganda, ba'zi bir holatlarda o'sha qiyinchiliklarning orqasida rahmatli eshitganingizda, yutuqlarga erishganingizda, xursandchilik bo'lganingizda, demak yana hali ishlashim kerak ekan, demak hali yana odamlarga kerak ekanman. Men sabab mana shu narsa bo'ldi, masalan, shu oila tiklandi, shu ayol xursand bo'ldi, farzandli bo'ldi deb yana ishingizni davom ettirasiz.